Men video chiqaraman-ku, u videoni sizlar olib istoriyalaringizga qo'ying deb chiqaraman. Men video chiqarsam, ko'chada yuraman, odamlarni ko'raman, u bilan suhbat qilaman, bu bilan suhbat qilaman-da, keyin bironta video miyamda uyg'onadi-yu, aytaman. U narsadan meni hayotimga daxli yo'q. Bu birinchisidan. Yoki agar sizlarga Maftunani Maftunani boqmaskan deb yashash agar qulay bo'lsa, mabodo shunday hayotlaringizda tinch yashasalaringiz, hayrat, Maftunani Maftunani boqmaskan, hayrat, mana erim yaxshi ekan, mana erim zo'r ekan deb sizlar baxtli yashasalaringiz, mayli, men roziman. Ha, shu deb o'ylanglar. Maftunani boqmaydi deb o'ylasalaringiz ham men roziman. Sizlar lish baxtli yashanglar, shu bo'ldi, tamom, shunisi menga yetadi. Endi men orqamdan g'iybat bo'lishini bilaman, chunki bugun men yomon tush ko'rdim. Endi Buxoroda tema.